alaykum akalar. Xudo xolasa bu yoqda yangiliklarimiz kattalari bor. Bu yoqdagi o'sha 50 lik universal Lego palfkamiz. Buni 1 metrligini yig'ib qo'yganmiz hozir. Hamda bo'lib bir-biriga qatirib boltga ekadi, yopishtirib balandligini 1 metr qilib turib qo'ysa ham bo'laveradi. Xohlasa mana bunday qilib, mana bu holatda 40 ga 40 kolonna qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Chekkalariga mana teshiklarni teshib bitganmiz o'zi afzatimi. Agarda misol berigingga oladigan bo'lsa 30 ga 30 kolonnaga, bunda quyadigan bo'lsa 40 ga 40 kolonnaga o'tib tushaveradi. Listlarning qalinligi 2,5 stenkada. Xudo xolasa orqasiga 3 profillar qo'yib, cho'tki holatda tayyorlaganmiz. Kimga shunaqangi palfkalarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.